Xo'sh o'rtoqlar, tez orada biz Janubiy Koreyaning haqiqiy tabiatini, ya'ni bu yerdagi ishlar yoki shunga o'xshash studentlar hayoti yo ishchilar hayoti, shunga o'xshash narsalarni biz haqiqiy Janubiy Koreyani manzarasini, ya'ni tabiatini, o'ziga yarasha go'zalligini, bu yerdagi o'rmonlarni va shunga o'xshash tabiat manzaralarini albatta YouTube kanalimizga joylaymiz, ko'rsatuv qilib, shu ko'rsatuvda ko'rib bemalol o'z fikrlaringni bildirishlaring mumkin. Tez orada shu narsaga qo'l urmoqchimiz. Albatta sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bilan boshlaymiz. Hozir esa bu joylar zavod hududlari. Xudo xohlasa tez orada yangi ko'rsatuv chiqadi.